Qo'lingni ol. Ol qo'lingdan. Tomi ketgan telefon nima qilyapsan? Nimaga uni qildingiz? Bunaqada xitlab qoladi-yu. Nimaga deysanmi? Kecha meni bir joyga olib bordi. Bular bir kishi emas ekan. Ular ko'pchilik ekan. Hali tagiga yetaman. Asabiylashib o'zimni bosib turolmadim. Rolga yopishib avariya holatini keltirib chiqarmoqchi edim. O'xshamadi. Haris, ana telbani 2-3 kun ko'rsatmagin menga. Rolga olsa avariya qilib yuboradi dedi. Bo'lmasa urib bir narsa qilib qo'yaman. Bu orqamizdan kuzatib yuribdi-yu. Balkim odam qo'ygandir. Ehtiyot bo'laverasiz. Odamlarning oldida o'zingizni telbanamo tutib turavering. To'g'ri aytasan. Harakat qilyapman. Nima qilishga ham hayronman. Lekin ularni Xudoga soldim. Hali bu qilgan ishlaridan afsuslanishadi. Tabib uydamikan? Uyda bo'lsa kerak. To'xtab tur. Ana mashina o'tib ketib olsin. Bo'ldi, tushdik. Tabibga bitta savollarim bor. Hozir. Nima keldiring yana? Bezovta qilmayman dedilaring-ku. Bitta gap eshitib qoldim. Sizlar hammalaring bitta jamoada ekansizlar. Gaplarni qo'ysiz-chi. Men shunchaki ular tomon bo'lib turibman xolos. To'g'risi, boshimga tushgan ishlardan keyin hammadan ko'nglim qolgan. Ishonchim yo'qolgan. Baribir hamma narsa pulga taqaladi. Ichingizdagini ayting. Nech pul so'raysiz menga ishlash uchun? Ijoratga qo'ydilaring. To'g'risini aytsam, sherigingiz 10 ming dollar bergan. Siz 15 ming bera qoling. Boshliq, menda ham, sizda ham 15 ming pul yo'q. Pulni qayerdan olamiz hozir? Sog'lik paytimda ishim yurib turganda yordam qilgan qarindosh urug'larim bor. Shularning oldiga borib so'rab ko'ramiz. Amakimnikiga hayda 6-marta umraga ketishyapti ekan oilaviy. Puli bordir. Ho'jaka, shunicha jiyaningiz sog'ligida ozgina muammo bor. Shuni davolatish uchun 15 ming dollar kerak edi. Eshitdik, 6-marta oilaviy umraga ketyapsizlar ekan. Endi uka, o'zingizdan qolar gap yo'q. Bu 6-marta ketayotgan bo'lsam, Allohning baytiga ketyapman. Sizlarga yo birovnikiga ketayotganim yo'q. O'zim harakat qilib, mushedlarda payg'ambarning ravzalarini ziyorat qilgani ketyapman. O'rtoq, men ham hozircha ojizman. Lekin siz aytishingiz bo'yicha icha-picha yordam beralaman, lekin oila bilan ketyapmiz-da. Lekin o'rtoq yo'q bas. Yo'qdan Xudo saqlasin. Men ko'nglimdan chiqqanim bor. Jiyanim ekan, jigarim ekan, mayli siz bilan ketdi. Illo roziman berishga. Yana Xudo xolasa berishga qodir qilsin. Kasallik ham siz qilganingiz yo'q. Baloga ham siz ro'para qilganingiz yo'q. Ana uni oling, bu jiyaning amakisiniga bordik. Yo'qdan boshini chiqarmadi men. Mana borini oling ko'ngildan chiqqanin. Kim qanday ekan, Alloh biladi. Kim qanday ekan